OIV, ya'ni orttirilgan immunitet virusi bilan yashovchi insonlar farzand asrab olishi mumkinmi? O'zbekistonda qonun bo'yicha OIV bilan yashovchi insonlarga farzand asrab olish taqiqlanmagan, ammo amalda har 3-chi nomzod tibbiy komissiyalar tomonidan rad etiladi. Mutaxassislarga ko'ra, bu qonun emas, stigma va eski qarashlar muammosi. Tojikistonda esa vaziyat yanada murakkab. 2000-yilda qabul qilingan eski hujjat OIVni farzand asrab olish uchun to'siq sifatida belgilab qo'ygan. Aslida zamonaviy terapiya OIV bilan yashovchi insonlarga sog'lom farzand ko'rish imkonini beradi. Virus kundalik muloqot, quchoqlashish yoki birga yashash orqali yuqmaydi. Rossiya va Qirg'iziston bunday taqiqlarni konstitutsiyaga zid deb tan olgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti qo'mitalari ham Markaziy Osiyo davlatlarini ushbu cheklovlarni qayta ko'rib chiqishga chaqirmoqda. Oila qurish huquqi tashxisga bog'liq bo'lmasligi kerak. Xo'sh, bunday jarayonlarga sizning munosabatingiz qanday? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring va Anhor.uz'ni kuzatishda davom eting.